Kitob o'qiydigan bolalar boshqalardan qanday farq qiladi? Bugungi raqamli asrda bolalar kuniga o'rtacha 3 soat ekran qarshisida o'tirishadi, lekin Harvard University tadqiqotlariga ko'ra, o'qish uchun ajratilgan 20 daqiqa bolaning miya faoliyatini 68% yaxshilaydi. Chunki kitob bu tasavvur, diqqat va empatiyani bir vaqtning o'zida ishga soladigan yagona mashqdir. Ikkita bola bor. Biri har kuni kechqurun 15 daqiqa ertak o'qiydi, ikkinchisi esa videolar ko'radi. 1 yil o'tgach, birinchisi so'z boyligi bilan o'z fikrini ravon ifodalaydi. Ikkinchisi esa oddiy savollarga ham qisqa javob beradi. Farqi ularning miyasi qanday o'rganganida. Oxford University psixologlari aytishicha, o'qigan bola hikoyadagi qahramonlar orqali hissiy tajriba orttirib, empatiya va boshqalarni tushunish qobiliyatiga ega bo'ladi. Cambridge University tadqiqotlari ko'rsatishicha, bolalikda kitob o'qigan insonlar ulg'ayganda stressni boshqarish, muammoga ijodiy yondashish va mustaqil fikrlashda 40% yuqori natija ko'rsatishadi. Dunyo tajribasida Finlandiya maktablarida Quiet Reading Time degan an'ana mavjud. Har kuni 15 daqiqa davomida barcha bolalar jim o'qiydi. Natija, diqqat darajasi 2 baravar kuchayadi, xotirasi esa 30% yaxshilanadi. Shunday ekan, bizda har doimgidek savol: farzandimiz ertaklarni faqat eshityaptimi yoki ularning sehrini his qilgan holda o'z tasavvurini ko'ryaptimi? Bu savolimizga mutaxassisimiz bilan birgalikda javob izlaymiz. Kitob o'qishning bolalar rivojlanishiga ta'siri hamda kitob o'qiydigan yoki kitobga qiziqadigan bolalarimiz boshqalardan qanday farq qiladi? Kitob o'qish bu nafaqat bilim olish, balkim bolalarning aqliy va ruhiy qobiliyatlarini, dunyosini boyitadigan muhim omil hisoblanadi. Ayrim ota-onalarimizning nutqi rivojlanmagan, tili chiqmagan bolajonlariga gadjetlar, turli telefon yoki planshetlarni berib qo'yishi bu bolalarimizni nutqini rivojlanmasligiga yoki lug'at boyliklarini oshmasligiga ta'sirini o'tkaziryaptilar. O'sha farzandingiz bog'chadan kelgandan keyin o'sha bog'chada o'rgangan hikoyasini, bog'cha pastidan eshitgan hikoyasini, ertagini aytib bera olishi ham o'sha o'zini fikrini to'liq yetkazib bera olishga, o'zini nutqini ustida ishlashga, o'sha so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatadi. Voqea hodisalarni bir-biridan farqlay olayotganligini kuzata olishimiz mumkin-da. Shuning uchun biz ota-onalar ham erinmasdan alohida kitobga qiziqishni uyg'otishga harakat qiladigan bo'lsak, bolalarimiz uchun bevosita yoshiga mos holda alohida kitoblar, badiiy adabiyotlar, ertak kitoblar olib berishimiz mumkin. Bolalarni kitobga qiziqishini qanday uyg'otishimiz mumkin? Birinchi navbatda biz farzandimizni kuzataylik. U aynan qaysi mavzularga qiziqadi, u qaysi mavzularni xohlaydi, qaysi mavzularda u bilan suhbatlashishimizni xohlayapti yoki tevarak atrofda nima bilan ko'proq muloqotda bo'lyapti. Mana shu kuzatishimiz natijasida bolalarga qiziqarli bo'lgan mavzulardagi kitoblarni olib berishimiz mumkin. Shuningdek, bolajonlarimiz bilan birgalikda alohida shug'ullanib, ular bilan birgalikda kitob o'qiylik, kitob varaqlaylik, undagi rasmlardan mustaqil ravishda hikoya tuzishga o'rgataylik. Oilada o'sha kitob o'qish madaniyatini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, ota-ona ham o'zi mustaqil kitob o'qishi kerak, ulardagi kitobdagi vaziyatlarda o'zaro muhokama qilish kerak. Muhokama jarayoni ham bu bevosita bolalarimizda kitobga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otadi. Kitob o'qigan bolalarimiz albatta kuzatadigan bo'lsak, tahlil qiladigan bo'lsak yoki solishtiradigan bo'lsak, albatta biz solishtirmaymiz. O'zimiz uchun solishtiradigan bo'lsak, kitob o'qigan bola bilan doimiy kitob o'qimaydigan, kitobga qiziqmaydigan bolalarimiz o'rtasida farq bor, chunki o'sha kitobdagi ma'lumotlar bilan yashaydi. Bugun kitob o'qigan bola kitobdagi ma'lumotlar bilan yashaydi. Bog'chadan keyin maktabga, birinchi sinfga o'qishga borganda ham hammadan birinchi bo'lib kitobni o'qiydi, kitobdagi vazifalarni bajarishga harakat qiladi, muloqotchanligi ortadi. Shuningdek, o'qituvchisi bilan bemalol muloqot qila oladi. Biz bolalarimizga, farzandlarimizga kitoblar uning eng yaqin do'sti ekanligini o'rgatib borishimiz kerak bo'ladi. Kitobda olgan bilimlarini, o'rgangan narsalarni, yangiliklarni albatta amaliyotda, hayotda ham qo'llay olishga yo'naltirishimiz zarur bo'ladi. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, farzandingizning kitob o'qish odatini singdirib, uning kelajagini yorqin bo'lishiga, kelajagi buyuk bo'lishiga zamin yarating.